Yo'l transport hodisasi. Og'ir qo'shaloq ko'p sonli tan jarohati. Yopiq kalla miya jarohati. Bosh miya chayqalish. O'ng yelka kamari travmasi. O'ng yelka suyagi akramial qismidan travmatik uzilish. O'ng tirsak o'sig'i yopiq parchali sinib siljish. O'ng son suyagi, o'ng boldir suyaklari o'rta uchligidan ochiq parchali sinib siljishi. Chap quymuch kosasi parchali yopiq sinib siljishi. Chap son suyagi, boshchasi travmatik yuqoriga va orqaga chiqishi. Bularning hammasi bir bemorda. Bemorimiz 2 sentyabr kuni 2025-yil yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Qo'qon ko'prik filialiga olib borilgan. U yerda birinchi yordam ko'rsatilib, statsionar davolanganlar. Jarohatimiz og'irligi va ko'p sonli tan jarohati bo'lganligi sababli bemor oila a'zolari tomonidan klinikamizga murojaat qilib kelishgan 9 sentyabr kuni. Bemor to'liq tekshiruvlardan o'tgandan keyin operatsiyaga olingan. Hamma aytilgan yuqoridagi segmentlarimizda operativ muolajalar o'tkazilgan, osteo-sintez qilingan. Hozirda bemorimiz dinamik kuzatuvda. Keyingi plan operatsiyalarimiz rekonstruktiv va bo'g'im funksiyasini tiklovchi operatsiyalarga mo'ljallangan. Xudoga shukr, mana kelib mana shu doktorlarimizga rahmat. Mana qo'llari mana ishlab qoldi, yaxshi. Ancha juda foydali tomonlari bo'ldi. Yana bir jinnikkina nimamiz bor, shuni ham o'tkazib olsak, xudo xolasa oddiy bo'lib oyoqqa turib yuramizda. Inshaalloh. Xudo xolasa endi nima ham deyman, boshqa ko'rib boryapmiz, yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Mana kelyapmiz yana tekshiruvlarga, ko'rsatmalarga, o'zimizni ko'rsatgani. Xudo xolasa yana bitta nimamiz bosqich qoldi, shuni ham bitta o'tib olsak. Inshaalloh. Futbol o'ynaymizda hammamiz keyin. Xudo xolasa, panjangiz sog' bo'lsin. 100 ga bosmang, 100 ga kiring. Bunday tezlik natijasida yo'l transport hodisalari juda ham ko'payib ketdi. Biz travmatologlar albatta qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Lekin o'zingizni asrash, avaylash va o'zgalarning hayotiga ham ozgina mas'uliyatli bo'laylik.